Selam dostlar, 5 minut topşuruğunda men Rafide. Hem men Serbinas. Bugün bik unikal ayber yasayacakbız. Hem onun ismi Botanik Bariliyev. Gittik. Hem biz endi o'zimizda bo'lgan bolshiqni ikki kesakka bo'lamiz. Bizga belgili bir formuladaga ish yasar uchun shuning yortasida jitashak. Hozir bizga shu kesaklarni jeyarga kerak bo'lacak. Hem şu formamızı koyup qaraymiz. Agarda endi ul sıyarlıq üstlük bor ekan, biz endi alğa tava jeymasak da bo'lar, ammo bizning hali oyoqshiqlarga yetmadi. Uqlov. Hozir endi bizning jeymalarimiz hazır. Hem haligi jeymalarda biz belgilaymiz formani. Shitlaridan formani topamiz, ham birozgina is qoldiramiz. Biroz batırib olamiz da is qoldiramiz. Kelasi shitib biz endi o'simlik saylaymiz. Biz uni oldin da saylab qo'ya olamiz, ammo bizning o'simliklarimiz ular shingan bo'lirga tegish tugil. Yong'og'ini uzilgan bo'lsa endi bek aybat bo'lar. Ham o'zimizga nechik ishi shulay o'rnashtiramiz bizning o'simlikni formamizda. Botanik Bariliyev uchun eng qulay o'simliklar ular endi qir shashaklari deb o'ylayman men. Chunki ular bilan bek motor chiqa. Haligi ish shulay bog'chada o'stirgan turli dekorativ kulturalarida qo'llanilga mumkin. Ham Botanik Bariliyevning tag'in shunday o'zinchaligi bor. Bir ishda endi bog'chada o'stirganda turli sortli o'simliklar bilan qirda o'stirgan o'simliklarni qo'shtirmasga tirishirga kerak, chunki u kompozitsiyaning da nindidir ideyasi bo'lirga tegish. Shunga ko'ra uning o'z falsafasini saqlab, to'g'ri qolib, anga shulay ishlarga endi bor qir shashaklarini olamiz yoki bog'chada o'stirgan turli shashaklarni, ammo endi fantaziyaning chegi yo'q, shunga ko'ra olay qotishtiruvchilarda bor, ham bek motor kompozitsiyalar ola turgan kishilar yetarli. Hozir haligi o'simliklarni bolshiqqa botirishga kerak. Ularning izi qolsin uchun biz uni shu bolshiqqa biroz botirib olirga tegishmiz. Serbinas sana mene bunday unikal ayberni yasao ideyasi qo'yan keldi. U bek qiziqligina bo'ldi. Dirsingni aytganda, былтыр pandemiya shirindan so'ng, endi karantindan so'ng shunday tushunkilikka berilgan holat bo'lib oldi bit endi ko'pimizning. Ham shu vaqtda ne bilandir shug'ullanasi kelar. Men bulayda endi turli ijodiy ayberlar bilan shug'ullanishga yaratam. Ammo shunday o'zinchalikli, mengarcha tanish bo'lmagan ayber bilan shug'ullanasi keldi. Shunga ko'ra endi men internetda haligi texnika to'g'risida ma'lumot topib, shuning bilan shug'ullanishga bo'ldim. Ham menga hozirdan nechikdir tinchlanishga yordam etadi. Biz boshlaymiz butoqlaridan, saboqlaridan ayberlarni. Rafida bilasizmi, bu kishilarning eng yaratgan etabi. Shunday rahmat. Botanik Bariliyev yasovda. Shuni olu ham izin ko'ri. Bir 5 mm tirasi teranlikka botiramiz. Hozir uni bek oqringina biz solirga tegish bo'lamiz suvga. Gipsali ilanganda bo'lirga tegish. Bu ishda tugallik bek muhim, chunki gips bek ko'p bo'lsa, masalan, suvga qaraganda endi ularning odatda chavishtirmasi birga bir bo'ladi. Shunday ideal vaqtda endi. Nihayat gips soluv mezgilida da kelib jetdik. Sen qarab turaman, o'rtasini ishlaganimga. Shular qirdan ham tez orada solib bitiramiz biz uni. Jiplarimizni olamiz. Senga?
bir-birсенә шулай капма-каршы рәвештә урнаштырып, ныграк торсын өчен безнең эшебездә Уртага коябыз шулай бит. уртадан бераз өстә булган өлешенә урнаштырабыз җепләрне. Хәзер без бик сак рәвештә генә безнең балчыгыбызны гипстан аерабыз. Аерабыз һәм менә безнең эшебезнең нәтиҗәсе. Һәм әле безнең брельеф берничә көн, берничә тәүлек дәвамында шушы горизонталь рәвештә ятарга тиеш, чөнки ул әле кибә гипс. Һәм инде ул тулысынча кибеп биткәннән соң аны элеп куярга мөмкин булачак. Сәрбинас бу әйберне безнең бүләк иттереп биреп була дигән инде шулай бит. Тагын нәрсә өчен кулланып була? Менә кешеләр күбесе никтер һәрбер әйбердән практик кулланыш эзләйме? Шундый сорауларда килгәне булды. Моны, мәсәлән, подставка итеп кулланып буламы дип инде сорадылар. Ә мин никтер мондый әйберләрне, мәсәлән, шул картиналарны инде бары эстетик ләззәт алу өчен инде куллану яклы. Шуңа күрә элеп, хузурланып, аңа эстетик ләззәт алырга чакырам. Бик зур рәхмәт сиңа, Сәрбинас, шушы дәресең өчен. Бу миңа бик кызыклы булды. Безнең караучыларга да кызыклы булган дип өметләнәм.